Qur'onni yodlash uchun 5 oddiy qadam. Birinchisi, maqsad qo'ying. Har kuni oz oyatdan bo'lsa ham yodlashlikka boshlang. Masalan, 3, 4 va yoki 5 oyat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, vaqt belgilang. Siz belgilangan vaqtingizda doimiy shug'ullanishga e'tibor qarating. Masalan, tong vaqtini tanlashingiz mumkin. Uchinchisi, to'g'ri talaffuz qilishlik. Tajvidga e'tibor bering. Ustoz yoki audio yordamida o'qishlikni boshlang. To'rtinchisi, takrorlang. Har kuni siz yodlagan eski oyatlaringizni mustahkamlashlik uchun bir qator bo'lsa ham o'qib chiqing. Beshinchisi, amalda qo'llang. Masalan, kecha yodlagan oyatlaringizni bugun namozingizda o'qishga boshlashingiz mumkin. Davomiylik va ixlos muvaffaqiyat kalitidir. Qur'on bilan yashash qalbni barqaror va hayotni yanada barakali qiladi. Qur'onni yodlash uchun 5 oddiy qadam. Birinchisi, maqsad qo'ying. Har kuni oz oyatdan bo'lsa ham yodlashlikka boshlang. Masalan, 3, 4 va yoki 5 oyat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, vaqt belgilang. Siz belgilangan